Boshida bizda ozgina qo'rquvga o'xshash bir holat bo'lgan edi. Biz uchun ko'p yillar davomida bir yopiq davlatdek bo'lib ko'rinib kelgan. Narxlari ham juda ham arzon emas, juda ham qimmat emas. Afg'oniston bozorida ozgina qo'rqdik. Tavakkal qilishga qaror qildik. Assalomu alaykum. Biz ayni paytda Mozori Sharif shahrida tashkil etilgan Uz Electronics multibrend savdo markazi hududidamiz va biz ayni paytda Premier brendi ostida namoyish etilayotgan va sotilayotgan mahsulotlari stendi hududida turibmiz. Shuhrat aka, assalomu alaykum. Bugungi savdo markazi haqida fikringiz qanday? Avvalambor O'zbekistonda prezidentimiz olib borayotgan so'nggi yillardagi islohotlardan kelib chiqqan holda aytadigan bo'lsak, elektrotexnika sohasiga juda ham katta e'tibor berilyapti. Buni misolida yaqqol elektrotexnika sohasini oxirgi yillarda jadal ravishda rivojlanayotganidan ko'rishimiz mumkin. Bu borada o'zimizni O'zeltexsanoat elektrotexnika uyushmasi bilan hamkorlikda katta eksport bozorida yutuqlarga yilma-yil erishib bormoqmiz. O'zeltexsanoat uyushmasini yordamida yangi davlatlarga, yangi bozorlarga bizga katta yo'l ochib berilyapti. Shu jumladan birinchi Qozog'istonga, Qirg'izistonga, Tojikistonga, Rossiyaga va mana ko'p bo'lmagan bo'lsa ham Afg'onistonga o'zimizni eksport mahsulotlarimizni eksport qilishni yo'lga qo'ydik. Shuhrat aka, sir emas, kompaniya adashmasam 3-chi o'zini savdo magazinini ham tashkil etdi. To'g'rimi? Umuman Afg'oniston bozoriga mana milliy mahsulotlarimiz kirib keldi. Afg'on xalqi bugun qanday qabul qilyapti bu mahsulotlarni? Ularning fikri qanday? Avvalambor boshida bizda ozgina qo'rquvga o'xshash bir holat bo'lgan edi. Sababi bizni o'zi Afg'oniston biz uchun ko'p yillar davomida bir yopiq davlatdek bo'lib ko'rinib kelgan. Shu sababdan birlamchi bozorni o'rganganimizda biz o'yladik, bizning mahsulotlarimiz endi solishtiradigan bo'lsak, sifat jihatdan, ko'rinishi, dizayn jihatdan chet eldan ishlab chiqarilgan mahsulotlardan qolishmaydi. Shunga yarasha narxlari ham juda ham arzon emas, juda ham qimmat emas, o'rta me'yorda narx bo'lgani uchun biz to'g'risi Afg'oniston bozorida ozgina qo'rqdik. Lekin mana hamkorlarimiz Hoshim aka, Najib aka bilan kelishgan holda tavakkal qilishga qaror qildik va birinchi mashinani, birinchi furani olib kirganimizda Afg'onistonda ham katta rivojlanishlar ketayotgani sababidan Afg'onistonda ham sifatli mahsulotga, sifatga yarasha misol uchun pul to'laydigan ehtiyoj aholi borligini aniqladik va o'zimizni mahsulotlarimizni qatorini birma-bir yangilab qo'shib assortimentli sonini oshirdik. Kengaytirdi. Qancha eksport amalga oshirildi shu kunga qadar Afg'onistonga? Deyarli $500,000 ga yaqin eksport amalga oshirdik. Endi kelgusi rejalar qanday? Kelgusida rejamiz $500,000 bilan o'zi chegaralanib qolmasdan, bu yil o'zi bir sinov tariqasida ochilish bo'ldi. Mana Xudo xolasa mana o'zingizlar bilan kelishib, Qobulda ham o'zimiz savdo majmuamizni ochishga harakat qilyapmiz. Men o'ylaymanki 2 baravar yana oshirishga imkoniyatlarimiz bor, Xudo xolasa. Shuhrat aka, sizga omad tilayman. Rahmat, sog' bo'ling. Thank you.